Hakim Yakov Hol sabunachilar biz mijozlarimiz Sputnik'tamiz. Bu tarafimiz Hakim ko'cha bo'ladi. Shu yerda 400 metr kvadrat desammi ya 450 metr kvadrat desammi ekan. Baribir ishonasizlar-ku. Yo'q, 250 metr kvadrat, lekin ko'rinishi 400-450 metr kvadrat hovli joylarni nasl martubdinishi ko'rib turibsizlar. 2 qavat. Eldinishiki katta bog'i bor, yo'l olsa bo'lgan haddan uzunniki. Shu mashina turgan yer ham bemalol 2 mashina sig'adi. Bu tarafdan yol tarafdan düzüp hem koysanızla bular düzleyecek gerek olsa. Gördüğünde fasatlar işlengen Primoy Ege'den hazır roza aksiyası oturttu. Yakınlayadlarınızda olsa bu zane çıkarganman 75 bin dolara hazır Ege'si sroşni pul gerekleri hazır bazarını vaziyetini düşüntürgen halda sroşni narx başkaça bolsun düşüntürgen halda çırrarlı bir narx koyup veremezlere ahırdan çekeceğinden ahırdan narxını aytaman. Bunun enine ketgan hovli joylarni topish qiyin, o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Bu yerimiz shunga katta bir dalan. Prixожий zona tushgan bu yerdan. Birinchi xonamiz yaqinda zal. Katta zal отопительный sistemalar. Xullas, hovli joy tayyor. To'g'ri kelib yashab ketaveradi. Eshiklarni ham ko'rib tursanglar. Ikkinchi xonamizda bu yerda banisi bor. Водонагревательlar qo'yilgan. Bu tarafimiz kuxnya. Ayollar zonasi. Masalan, shunda kuxonning garnitur bemalol joylashadigan bo'lsa, bu yerga bir uголокni qo'yib berib, turib shu yerda ovqatlansangizlar ham bo'ladi. Yaqinlar qaranglar, darajaga ketamiz. Bog'ni ko'rsatib beraman endi. Bog'ning kattaligini qaranglar. Bunda letniy tualet. Buna дополнительно yana bir etajdan shunning qurib bersangiz ham bo'ladi. Yana 5-6 xona tashlab, chunki enini dim enli hovli joy. Shuning uchun uning imkoniyatlar bor. Lesinsan tenda kachol. Lesinsamız esa taxtadan ko'ribsizlar. Xamir aboy. Endi ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, ikkinchi etajga chiqqanimizdan bizlarni shuningdek bir dalan kutib oladi. Bu yerda bir spalni. Bu yerda endi zalning usti zal desak ham bo'ladi, lekin ikkinchi etajda hammasini spalniyatga qo'ysangizlar ham bo'ladi. Chunki pastda bir zal bilan bir dalan bor. Mehmonlar uchun ikkalasi yo'l tarafiga qaranglar. Bu yerni lekin boshdan ko'rsatib bering. İbidan beklab turib, mesela imbedan beklabmi, bir eshik qo'yib, keyin imbedan beklab, yana bir eshik qo'yib, 2 xona aytib bersam bo'ladi ekan bu yerni. Endi katta oila bo'lsa, bemalol aytsa bo'ladi uni. Bolalari ko'p bir katta oila bo'lsa. Chunki joy enini. Ikkinchi xonamiz edi. Qaranglar, bu yerda shunday bir hudud qolgan. Pasi banyada bilsangiz, endi suv turbasi ham katta turibdi, shara bir kanalizatsiya turba qo'yib bersangizlar, bu yerni beklab dushovoy qo'yib bersa bo'ladi bu yerga ikkinchi etajga. Şimdi hamma roliklarni aytib o'taman, 2 qavatli joy, ikkinchi etajda baribir dushovoy kerak bo'ladi. Yaqinlar narxini qaranglar, narxini. Hozir Roza Ramazon aksiyasi bo'lib turibdi, bilasizlar. Primoy Ege'dan chiqarib turibmiz. Ege'dan chiqarganimizdan keyin hujjatlarni tekshirgan holda xarid qilishingizni so'rab qolaman. Narxi 65 ming dollar ko'rinadi. Pastda degan nomeri bemalol murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. Chunki kattaligi bor, shu ajoyibini. Qaranglar, ko'chani yana bir ko'rsatib bering. Shuncha bog'i bor.